Futbol ixlosmandlari barchangizga salom. 2026-yilgi FIFA Jahon Chempionatining nimchorak final bosqichida Paragvay va Fransiya terma jamoalari o'rtasida muhim va qiziqarli bahs bo'lib o'tadi. Uchrashuv AQShning Filadelfiya shahridagi stadionda bo'lib o'tadi. O'yin AQShning mahalliy vaqti bilan 2026-yil 4-iyul kuni soat 17:00 da boshlanadi. O'zbekiston Toshkent vaqti bilan esa ushbu uchrashuv 5-iyun kuni soat 00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin. Paragvay terma jamoasi tartibli himoyasi, kuchli jamoaviy o'yini va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan. Fransiya esa yulduz futbolchilari, tezkor hujumlari va yuqori darajadagi mahorati bilan turnirning asosiy favoritlaridan biri hisoblanadi. Har ikki jamoa uchun bu uchrashuv juda muhim. G'olib jamoa chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Mag'lub bo'lgan jamoa esa jahon chempionati bilan xayrlashadi. Shu sababli muxlislarni murosasiz va keskin kurash kutmoqda. Sizningcha ushbu bahs qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.